Vay. Atirlari Gucci'mikan? Jonga. Qizlarga yoqaman juda qattiq. Chunki mashinangni qimmatdanamdek ketadi. Sanda uzoq bo'lsa qo'lingdagi tekimantu. Yoqaman xuddi mashhurdagi qo'shilsa qattiq. Taksimi? Vay. Ha? Qizlar ko'p, hammasi top. Oldilar o'kya, ikkitalar ko'pya. Son beradi qo'lashar ko'p. Ha? Yaxshi qiz. Kechqurun nima qiladi? Tinchlikmi? Yo, o'zim taksist emasman-da, bizneslarim bor. O'shanga bitta qo'y qiz kerak edi modellikka. Anaqa nomeringizni bersangiz kechki oldingizga o'tardim, gaplashib olardik-da. Bu mashinaga qaramay, men просто taksistlik, просто zerikkanimdan qilaman-da. O'zim takoy mashinam bor, o'sha kechga o'taman oldingizga xohlasangiz. Alo. Boti, kallang joyidami? Sen odammisan? 5 kun o'tib ketdi, mashinani olib qolaman. Tez qarayapti. Mayxar ukam, nima bo'lyapti o'zingizlar? Hal bo'lyaptimi? Kam? O churruq. Mashinani ertaga olib kelib ber, tushundingmi? 5 kun o'tib ketdi. Ha, 5 kun o'tib ketdi. Tez hal qilaring ishni, xo'pmi? O, senga gapiryapman. Bo'pti. Ishchilarim-da. Men hech narsa qilisha olmaydi. Voy, mana Xonsaroyda yomon qilishyapti. Shogirdlar 96 oyga bo'lib to'lashga berishyapti. Zo'ra. Men ham uyib qo'yganda to'rtta bolalarimga. Siz bolalaringiz bormi? Ya, kelajakdagi bolalarimni aytyapman-da. Anaqa xolasiz bolalarimning onasi bo'lishingiz mumkin. Bo'ldi, to'xtating mashinadan, yetib keldik, bo'ldi. Kelmadik-ku hali. Mashinadan to'xtating, yetadi. Qishloqqa тоже мне. Hey! Hey qiz! 5 yuz üstə bosvoring. Qizlarga yoqaman juda qattiq. Vay.